Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, hurmatli do'stlar. Mana bugun xudo xolasa Alp matolardan qisqacha obzorni qilib beramiz do'stlar. Kanalimizda yangi bo'lgan aka-ukalar obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'raymiz. Qaynoq joyidan xudo xolasa reklamalarimizni olib borishga harakat qilamiz. Videomiz yoqsa like bosib qo'yishlaringizni so'raymiz do'stlar. Biz boshladik xudo xolasa. Demak, birinchi o'rinda biz kabinali kvadrotsiklımizdan qisqacha obzor qilib beramiz. Kvadrotsiklimiz 4 balonli 12 ga 800 lik balonli. Demak, trosli bo'ladi buning balonlari. Juda baquvvat ishlangan do'stlar. 2 tonna yukka mo'ljallangan. Oldi taraflaridan o'ziga xos tumankalari qo'yilgan. Juda qorong'ilikda ham bemalol yoritib bera oladi. Oldi tarafida demak o'zini tortib olishga troslari qo'yilgan. 12 metr atrofida troslari chiqadi. Botqoqli joylarda o'zini o'zi tortib olish bemalol o'zini o'zi tortib oladi. Demak, bort razmerlari 2.20 ga 1.40 lik bort. Bitta shofyor va 2 kishiga minib haydashga mo'ljallangan. Mototsiklimizga qiziqqan aka-ukalar aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Naqd pulga xudo xolasa 43 million so'm qilib beramiz. Dastavkasi ichida qilib beramiz. Elektrikli mototsikillarimiz o'rtacha narxda 15,5 million so'm, 16,5 million so'm, demak 14,5 million so'mliklari ham bor. Kabinalilari 21 million so'm narxda elektrikli kabinalar. Demak, bu tarafda Alp motomizdan Chorvoga mo'ljallangan mototsiklimizning narxi naqd pulga do'stlar 31 million so'm qilib beramiz. Dastavkasi ichida xudo xolasa. Motori 200 kubalik, kuzov razmerlari 2.20 ga 1.40 lik bo'ladi. Oldi ko'rinishlaridan shunday, ikkita ramali, baland bortli, katta kuzovli bo'ladi. Yarim kabinalarimiz bor. Demak do'stlar, buni ham narxini 32 million so'm qilib beramiz. 200 talik motor qo'yilgan. Alp motodan bu yonidagi mototsiklimizni naqd pulga 30 million so'm qilib beramiz. Kuzov razmeri 2.20 ga 1.40, 200 motor bosilgan. Demak, Alp motodan eng baquvvatlaridan 260 ga 1.40 li silindrli varianti narxi naqd pulga 40 million 500 ming so'mga chiqqan do'stlar. Motori 300 kubaturalik motor bo'ladi. Silindrli variantda 5 silindr variantda 38 million so'm qilib beramiz. Ko'tarmaydiganlarni. Xo'p, kabinali variantimiz Alp motodan 2 tonnalik kabinali 250 kubalik motor bosilgan, 2.20 ga 1.40 lik kuzov, 2 tonna yuk oladi do'stlar. Naqd pulga 38 million so'm qilib beramiz. Injektor motor so'raganlarga 300 kubaturalik injektor motorimizdan bor do'stlar. Kuzov razmeri 2.20 ga 1.40 lik bo'ladi. Naqd pulga bo'lsa do'stlar 38 million so'm qilib dastavka qilib yetkazib beramiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz do'stlar, obuna tugmasini bosib qo'yishlaringizni so'raymiz. Qaynoq joyidan, imkon darajasida optim joyidan obzor qilishga harakat qilamiz do'stlar. Videomiz yoqsa like bosib qo'yishlaringizni so'raymiz. Biz bilan qoling do'stlar, xudo xolasa, imkon darajasida optim joyidan obzor qilib berishga harakat qilamiz. Elektrikli barcha turdagi mototsikillarimiz bor. Kreditga olmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz mahalla tomonidan o'sha hokim yordamchisidan tavsiyanoma ajrattirib, elektron ключ parolni, pasportni tashab bersa, shartnoma qilib, dastavka qilib yetkazdirib beramiz. Joylashgan joyimiz Jizzax shahar, Jizzax viloyati, Jizzax shahar do'stlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.